Assalomu alaykum. Qaranglar, O'zbekiston hududida 50-60 yil oldin bobolarimiz sholg'om iste'mol qilishgan. Hozir endi kartishkaga o'tib ketishgan. Bu kartishkani hech qanaqa odamzodga unaqa foydali joyi yo'q. Foydali joyi yo'q deganimda, допустим, uni qovurib iste'mol qilishadi, tam to'rtburchak qiladimi, parra qiladimi, sabziga o'xshab to'g'rab iste'mol qilishadi. Qovurilganda u yanayam ko'proq sizda ko'p xolesterin paydo qiladi. Uni foydasidan ko'proq zararlari bor. Shuning uchun men tavsiya qilardim, o'zim ham iste'mol qilaman. O'zimizda o'sha bobolarimiz iste'mol qilib yurgan sholg'om. Sholg'om juda ham foydasi katta. Kartishkaga qaraganda 3 barobar desam kamroq bo'lsa kerak, va xillah 10 barobar foydasi katta hamma tomonlama. Ichingizni yumshatadi, qabziyatni oldini oladi, yana o'sha bronx yo'llaringizga ham shamollashlarga foyda qiladi.